hisobotini qilamiz. Yozyapsizmi Ilhomjon? Undan oldingi safarga 126 million 300 minggamidi. Xo'sh, 126 million 528 mingga. Undan keyingi holat bu. Plastik kartasi ham bor. Hozir plastik kartaga undan keyin 7 million 932 ming pul tushgan. Alloh rozi bo'lsin ana shu hisob qilganlardan. Hozir mana qolganini ham hisob-kitob qilib, qolganini ham aytamiz. Har kun ayonda yopib 10 mingtalikda. Mana 10 mingtalik. Muhammadjon aka, opsionavering. Opsionavering 5 million qilamiz. Mana to'xtang, Muhammadjon aka. Sanang, kamiga bundan qo'shamiz. Hozir. Yo'q, meydagi bilan o'zi 10 million chiqadi bu. 10 million qilamiz buni. Aytaveram, azizlar, Namangan tuman xalqi, jamiki O'zbekiston xalqi deylik, hamma joydan pul tushgan. Xo'sh, hisobotni berishda davom etamiz. Xo'sh, Chorbog' mahallasidan 46 million 900 ming pul keldi. Xo'sh, bu bir kunga yetgan pulimizdan 138 million 143 ming pul bor edi. Undan tashqari hozir guvohlarni oldida sanagan pulimiz 39 million 232 ming pul chiqdi. Mana shu o'zimizga tushgan pul. Jami ehson summalar kelgan pul 224 million 275 ming so'm pul yig'ildi. 224 million 275 ming. Bundan hech kim bir tiginga xiyonat qilmagan, qilmaydi ham Alloh rozi bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Hozir mana rasxodlar qilish boshlandi. Mana pena blok kelish boshladi. Reyka chaqirganmiz. Yana ba'da strapilli 6 metrli strapilli chaqirganmiz. Hammasi kelib yotibdi. Xotirjam bo'linglar. Hamma pul o'zini joyiga ishlaydi, hisobot bilan qilinadi. Endi hozir faoliyatimizni to'xtatamiz. Nimaga to'xtatamiz? Pulni aylanib yig'ishga to'xtatamiz. Kim ehsoni bo'lsa, bemalol do'konlarimizda qutilarimiz turibdi, bervar orasida joylab qo'yamiz. Chunki bu summa bilan o'zi ancha ishchi hal qilinadi. Undan tashqari materiallarimiz ham bor. Kamiga xudo xolisa harakatdamiz. Nasib qilsa mana shu 3 ta xonadonni, mana shu Namanganni, mana shu O'zbekiston aholisi ehsoni bor musulmon aka-ukalarimiz bitirdi deb hisoblanadi. Chunki shularning hisobidan bo'lyapti. Mana uyda oshpazimiz osh qilyapti ehson qilib. Ehson qilib o'zi kelib mehnat qilayotganlar bor. Shularni duo qilsanglar, mana shularning hammaning harakatingni onaxonlarimiz, opalarimiz, aka-ukalarimiz ko'rpachaydi, idishida, tovog'ida hamma narsani olib kelib o'sha uni bitirishdi. Alloh rozi bo'lsin. Endi mana mablag'dan ketadigan tomonlarni hammasini qilyapmiz. Tanjoninglar sog' bo'lsin, umringlaringiz uzoq bo'lsin. Duo qiling. Siz ham tanjoningiz. Amin. Parvardigor butunimizga tinchligini bersin. Amin. Salomatligingizni bersin. Amin. Mana shu xonadonlar bundan buyoqqa bunaqa narsalarni ko'rmasin. Chiroyli bo'lib, uyda butun baxtli hayot kechirsin. Shunga harakat qilayotgan mana Otabek, Qobiljon, mana mahallaning jamiki hamma butun ehsonchilarimiz, duo qilayotganlarimiz. Qolganlar sog' bo'lsin. Ehsonlarni Alloh tarafida. Alloh akbar. 224 million 275 ming bizi xalqimizdan pul tushdi. Alloh rozi bo'lsin, tanjoninglar sog' bo'lsin. Mana shu 3 ta xonadon bitadi. 3 ta xonadonga olib kelgan quvonchingni jannatlarda sizlarni qadam bosib, mashinlar tomonidan, mashinlarning hisobidan kirib jannatlarda yurishinglarga Alloh nasib qilsin. Sog' bo'linglar.